Pulingiz bo'lsa-da, tayyor uyni o'zingiz shundoq sotib olsangiz, mebellari ham, pardalari ham, hamma narsalari tayyor qilib qo'yilgan bo'lsa, imini shunaqa uyga kelganmiz, hamma narsa did bilan qilingan. Bu xonadonimiz sotilish uchun emas, balki o'zlari uchun qurilgan, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra, sababini oxirida aytaman, yaxshi narxga sotilayotgan xonadonimiz bo'ladi. Turgan manzilimizga keladigan bo'lsak, Olmazor tumani, Oxunboboyev Chuqursoydamiz. Ko'rasizlar, mana shu orqamizda hashamatli xonadonimiz sotilyapti. Darvozani ham mana avtomatik keng, gigant darvozalari qo'yilgan. Xullas, qisqa qilib aytganda, interyeri ham, eksteryeri ham 100% holatda bitirilgan, mebel texnikalari shundoq berib yuboriladi o'sha narx ichida. Narxini oxirida aytaman, birinchi orientir beraman. Mana shu ko'chamiz bilan bizni ko'pchilik biladigan Fozil Qoragani masjidiga 1,5 kilometr uzoqlikda bo'ladi. Ko'chani qaranglar, kengligini. Bu yerda suv, gaz, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Elitnik mahallalar katta-katta uchastkalar tushgan. Kelaylik, xonadonimizni obzor qilamiz. Umumiy yer maydoni aytgancha 2,5 sotun tashkil qiladigan mana shu hashamatli xonadonimizni 5 xona yaxlit podvaliga ega. Xonadonimizni obzor qilamiz. Yo'ligimizni ko'rasizlar, eniga 3 metr, uzunligi 10 metr tashkil qiladi. Bemalol 3 ta 4 ta avtomobil sig'dirib olsak bo'ladi. Ko'rasizlar, hovlimiz ham juda ham ajoyib, fayzli bo'lib turibdi. O'zini landschaftning zonalariga ega, gazonlari ham ekib qo'yilgan. Asosiy binomiz o'ng tarafdan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa hashamatli holatda bo'lib turibdi va hovlini o'zidan tushiradigan bo'lsam, qo'l yuvadigan joylari, bu tarafdan hovliga qaragan hojatxonalari mavjud. Yerto'lamiz bo'lsa, mana shu binomizdan tagida bo'ladi. Bu katelnik uchun ajratilgan yerto'lamizni alohida uy ichidan ham tushsak bo'ladi. Endi bo'lsa, xonadonimizni ichiga kirib obzor qilamiz. Ketdik. Hovlidan asosiy binomiz kirib kelar ekanmiz, hovlini fayzini ko'rdinglar. Ichkari ham undan qolishmaydi. Neoklassik stildan foydalanilgan. Klassikga ko'proq yondashilgan ekan. Yana bitta eslatib o'taman, xuddi videoni boshida aytganimdek, xonadonimiz sotilishi uchun qurilmagan. Devorlari ham 1,5-2 g'ish bo'yatibdi. Ishlatilgan materiallar ham eng sifatli, o'zlari uchun qimmatlardan foydalanilgan. Eshiklarni ko'rayotgan bo'lsangiz, termo eshiklardan foydalanilgan. Asosiy eshikdan kirganimizda bu yerda hol bo'ladi, gilamlari solingan. Ko'rasizlar, o'ng tarafdan mana zinapoyamizni, perillalarga e'tibor beringlar. Qo'l o'ymakorligi, qo'l mehnati bo'yatibdi. Mana bu qaranglar teksturalarni. Zinapoyamizdan biz yerto'laga ham tushsak bo'ladi. Yerto'lamizda 3 ta xona bor, ikkitasi bolalar yotoqxonasi qilib, jiloy ajratib qo'yishdi. Holni o'zidan namozxona qilishgan va oxirgi ko'radigan xonamiz u prochka xonamizga ajratilgan bo'ladi. Asosiy eshikdan kirdik, yana holga qaytamiz. Hol orqali biz mehmonxonamizga o'tamiz. Kelinglar. Ko'rasizlar, mehmonxonamiz ham juda ham chiroyli, aboylarini qaranglar. Teksturalari bo'rtib chiqqan italyanskiy aboylar hisoblanadi. Pardalarni ko'rasizlarmi? Juda ham chiroyli kollaboratsiya qilingan. Har bitta xonamizda o'zining konditsioneri bor. Mana bunaqa 55 talik televizor bor ekan, lyustralari ilingan, ko'chaga qaragan derazalari mavjud. Xonadonimizni yana obzor qilishda davom etamiz. Gilamlarga e'tibor bergan bo'lsanglar, hammasi turechskiy gilamlardan foydalanilgan. Xonadonimiz polni 100% teplый pol tizim bilan ta'minlangan. Radiatorlari ham bor, lekin radiatorni yoqish shart emas sizlar, chunki teplый pol o'zi ancha-muncha qishda isitib qo'yar ekan. Xohlasanglar buni yoqib bemalol isitib olsanglar bo'ladi. Xonadonimizni davom etamiz ko'rishib, bu tarafdan ko'rasizlar, hol o'zida har kunga o'tirib dam oladigan joy qilib qo'yishibdi. Divanli zona, bu yoqdan televizorlari ilingan va navbatdagi ko'radigan joyimiz bu yo'lak bilan biz yotoqxonamizni ko'ramiz. O'zini tayyor mebellari va tashqariga qaragan derazalari mavjud va yon qismidan albatta umumiy hojatxona va yumush xonalarimiz ajratilgan bo'ladi. Yo'lagimizdan o'zini ko'rasizlar, garderobniklari chiroyli qilingan. Endi xonadonimizni ko'rishda davom etamiz. Tushunarli bo'lishi uchun eslatib o'taman. Qaranglar, asosiy eshikdan kirdik. Chap taraf bilan yuradigan bo'lsak, boya aytganimiz divanli zonamiz joylashgan bo'lsa, mana qaranglar. Razdvojnoy eshik bilan biz oshxonaga o'tsak bo'ladi. Buni ham eng qimmatlari, sistemalari ham eng yaxshilaridan foydalanilgan ekan. Bu yerda yana har kun choy ichib o'tiradigan zonamiz bo'ladigan bo'lsa, oshxonamizga e'tibor beringlar. Milliy klassikadan foydalanilgan, mebellari ham toza taxtadan chiqarilgan ekan. Bu yerda gaz plita, xolodilnik, xullas astrovoklar, hamma sharoitlari tayyor holatda bo'lib turibdi. Xonadonimizda boya aytganimdek, bor yo'g'i 1 yil yashalgan. Yana bitta narsani ko'rsataman. Bu pardani orqasida eshigimiz bor. Qo'lida e'tibor berdinglarmi yo'qmi? Ikkinchi sraz oshxonadan kiradigan hodimiz ham mavjud. Va ushbu oshxonamiz o'zi domofonlari, mana Wi-Fi'lari tayyor qilib qo'yilgan ekan. Ikkinchi qavatni ko'ramiz. Mana shu oppoq zinalarimiz orqali ikkinchi qavatga chiqib keldik. Bitta narsani tushuntiraman. Zinapoyamizni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu pardani orqasida katta panoramik derazasi bor. Shundoq yorilib tushib turar ekan. Agar ochib qo'yadigan bo'lsanglar, havo ham zo'r aylanadigan joy. Zinapoyamizdan chiqdik, ko'rasizlar, bu yerda divanli zona qilingan. Endi gaplashib, maslahatlashib o'tiradigan zona desak bo'ladi. Oynalari qilingan. Xo'p, bu yoqdan katta mehmonxona, ikkinchi qavatimizning mehmonxonasi bo'ladi. Xohlasanglar, bu yerda Рабочий zona desak ham bo'ladi. O'zining mebellari tayyor qilingan, lyustralari ilingan, ko'chaga qaragan derazalari va mana chiroyli pardalari bor. Bu yerda ham o'sha Eronning gilamlari ishlatilgan ekan. Endi xonadonimizni videoda ko'ryapsizlar, agar jivoy ko'radigan bo'lsanglar,
viddan ham, diddan ham hidlari ham mana освежителlarni chiroyli qo'yib qo'yishibdi. Haqiqatdan o'ziga uchun qilingani bilinib turibdi. Birinchi ko'radigan xonamiz ikkinchi qavatimizda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'ladi. O'zining ichida sanuzellari mavjud, sanuzellari juda keng ekan. Tubli pollar hamma yoqda qilingan. Bu xonamiz o'zining mebellari tayyor bo'ladi. Tashqariga qaragan derazalari mavjud. Va zinapoyamizni ko'rdinglar, bunaqa chiqadigan bo'lsa, kichkinagina yo'l eshamiz bo'ladi. Yo tarafdan o'g'il-bola yotoqxonasi. Eng yoqqan xona mana shu bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Mana mana shu oq pardamiz orqasida katta panoramli oynamiz bor. Yorug'lik juda ham zo'r tushib turadi. Juda yaxshi xona ekan, mebellar tayyor qilingan. Shuni ro'parasida bo'lsa, qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ranglarini ham ko'rasizlar, qizlar uchun mo'ljallangan ekan. Yotoqlari tayyor qilingan, tashqariga qaragan derazalari mavjud. Va ushbu ikkita yotoqxonamizning o'rtasida bo'lsa, umumiy hojatxona va yuvinichxonalarimiz joylashgan bo'ladi. Xonadonimizni ko'rdinglar, 100% holatda mana shunaqa hashamatli, chiroyli holatda bo'lib turibdi. Ko'rdinglar, sotish uchun qurilmagan, bor-yo'q 1 yil yashalgan, srochni sotib olinyapti. Sababi srochni bosh shahar ketishayotgan ekan, shuning uchun ham yaxshi narxdan berib yuborishyapti. Agar o'zingizlar bu imoratni xuddi shunaqa ko'taraman desanglar ham, mebel texnikalari bilan sizlarga juda ham qimmatga tushadi. Aniq 1,5 barobar qimmatga tushadi. Zo'r narxdan berishyapti. O'zligi uchun qurilgan yana bitta sirni ochaman, ko'pchilik bilmaydi. Hollarni ko'rasizlar, juda katta-katta. Agar quruvchilar sotish uchun qurganida butlarni xonalarga ajratib, ko'proq xona ko'rsatib, qimmatroqga sotishgan bo'lardi. Xonadonimizning narxini 295 ming bilan startviy narx qo'yishdi. Albatta, bu narxdan yana ham o't beradigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar.